Tak, hammaga xayrli kech. Hozir Nevskiy prospektdamiz. Tak, magazinlar hamma joyda bezab tashlashibdi. Bu taraflarda hali ko'p bezalgan joylarni qo'yishmagan, endi boshlashyapti. Tak, bir Spar magazin. Otel. Ona yerto'ladan o'tishimiz kerak hozir. Men odatda bunaqa joydan tezroq o'taman. Turistik yarmarka. Tak, tepaga chiqib olaylik. Havo yaxshi. Yoqlarda ham bezab tashlashgan. Mana park daraxtlarni ham bezab tashlashibdi. Bir olaveraylik. Tak. Ötekilikçe. Bu Malaya Sadovo'ya. Yana bir nimani ko'rsatishim kerak. Mana yerda mushuk turibdi. Shu mushukka ko'pchilik tanga otishadi, mana yana otishyapti. Adashmasam niyat qilib otsa amalga oshadi deyishadi. Bo'ldi, tushdi. Shunaqa udachna tushib bu. Buyoqlarni ancha yorug' qilib qo'yibdi. Bu fotograf. Mana hozir mana ikkisak ko'rinadi. Так, hozir spishkasini yoqsakchi. Bu вообще bo'lmas ekan. Tak, tepalarda. Bu o'zi yo'q narsa. Mana shularni hammasini yaqinda terishgan. Hozir yana bir nimani ko'rsatdim. Kodak
Ya'ni xira bo'lib qolibdi hozir. Oyog'im bilan artdim. Kodak. Bitta короче hozir bu yerda короче bu fotosentr borda. Mana shu arkadan o'tsa fotosentr bor. Balki mana shunga qo'yilgandir. Bu zimniy yarmarka o'zi ishga tushishi kerak. Hali beri ishga tushmay turibdi nimagadir. Bitta pushka. Mana pushka deb yozib qo'yibdi. Короче, xamirni yumshoq qilib qovurishadi-da. Ustiga sahrni pudra sepishadi. Shirin bo'ladi. Shirin bo'ladi. Shuni sovet paytida ham qilishgan ekan. Shunga pushki детство deb qo'yishgan. Ko'cha sekin-sekin sovyapti. Yana bir nimani ko'rsatmoqchi edim hozir. Adashmasam sal o'tib ketibman. Mayli, keyin ko'rsataman. Hozir uni ro'parasida gazel turibdi. Ana orqamda. Короче, gazelni ro'parasida bir eshik bor. Shu eshikni oldida bunaqa yozilgan. Komitet здравоохранения. Ya'ni shunaqa katta joy. Mana shu yerda Peterda sentrida joylashgan. Hozir mana shu zdaniyani ko'rsatayım. Bu zdaniyani fasadi juda ham yangi qilingan. Mana shu zdaniya. Kechiray. Fasadi juda ham yangi qilingan, faqat hali ichi bitmagan. Shunga mana ular yechilmagan короче. Bu yerda mana yarmarkaga tayyorlashgan, hali beri lekin ochilgani yo'q. Aytdimmi? Hozir Rождественская yarmarka deb yozib qo'yishibdi. Mana shunaqa joy. Aravachani qo'yishibdi. Bet hali ishga tushmagan. Ishga tushish uchun ko'p joylarga охраналari qo'yish kerak. Chunki bunaqa joyda, bunaqa bayramda hozirgi holatda har qancha vaziyat bo'ladi. Shunga yoqqan bo'lsa yozib yuboringlar. Hozir shaharda o'rtasiga tushishim qiyinroq bo'lyapti. Chunki yangi yilga ish ko'payyapti, ishimiz ko'p. Ham kechqurun odam gavjum, juda ham gavjum. Yurib ham bo'lmaydi. Ichib olganlar ko'p. Yangi yilga yaqin mana archalarni bezashibdi hozir. Archalarni erinmay bezab chiqishibdi. Hali davom etyapti shekilli. Oldinga biroz yuraylik, bir nimani ko'rsataman. Tak. Betga archa qo'yishibdi. Archani ko'rsatib ham bo'lmaydi bu yerda. Normalni ko'rinmaydi atrofiga. Anaqalar qo'ygan ekan. Rimskiy raqamlarni qo'yib chiqishgan.
shunaqa gap. Kimgadir yoqqan bo'lsa yozvorsin. Hamma o'zini asrasin.